Ibrohim bilan Doryo'liga keldik. Barak Doryo'liga. Ibrohim? İki kishi. Kim Ibrohim? Bir kishiga 80 mingga. Mashina bunga minamiz ha? Keskin gulib. Mana oling. Ana issiqligi. Ha? Ana aka. Dor yo'li uzunligi 2000 metr. Qurilgan. Maksimal tezligi 6 ga. Pastki stansiya Ibrohim nima gap? Gapiring qani? Dam qanday bo'ladi? Dahshat bo'ldi. Dahshat bo'ldi. Qayerga bordingiz? Sarchashma degan joyga bordik-da, o'sha yoqqa bir kun yotib keldik. Yanachi? Tamshushga. Tanishga bordik, baqqam kelib o'tishdik. O'chamiz hali. Yana kelamizmi? Yana bir kelamiz. Yo'llar qanday yo'llar? Qor ko'p ekanmi? Qor ko'p ekan. Zo'rku. Ibrohim bilan biz ikkovimiz Sarchashmaga bordik, Tamshushga bordik, endi asta mana qaytyapmiz mana. Tik. Odam yurajillar kelib. Borish qaytish 80 ming. Yosh kichiklarga 46 ming borib qaytishda. Kelinglar mana dam o'ylasang bo'ladi. Nima gap inolim? Dahshat. Sharsabz tumani Mirak qishlog'ida. Yaqinga ochilganmiz, bir 2 oylab yo'l ochilgan degan buni. Nima yangiliklarni? Halim, ana kechani olimpiya o'tdik, buni ko'rmagan. Kechqurun edim. Kechqurun ko'rmadingiz. Ha, yo'llar. Skutchi. Skutchimi? Ya'ni kechqurun oldin ko'rgan edim buni. Qashqadaryodan qo'sha qo'yishga aytdim. Odam yo'q, qara. Biz ikkovimiz faqat Ibrohim. Endi odam ko'payapti. Sezon yopilganda hozir. Birdan issiqga. Burun yirtiq ko'ramiz sizda. Qayerda oling? Birdan ichkariga kirsa issiq ekan. Issiq ekanda bu.